musulmonlikning, islomning yagona va eng katta targ'ib qiladigan narsasi bu muhabbat. Muhabbat. Islom muhabbat dini. Ana shu muhabbatni farzandga o'rgatsak, hamma narsani Jalol Rumiy hazrat aytgandek, yaratilganlarni yaratganligi uchun seving deganda hazrat. Ana shu narsani qoida qilib o'laroq olsa, faqatgina ayolini emas, har qanday insonni, har qanday narsalarni, har qanday ne'matni qadrlaydigan bo'ladi. Hattoki ijarada yashab, ijara 15-20 ta joyga ko'chishga ham chidashi mumkin. Hattoki eri yonida bo'lsa, xotini yonida bo'lsa, ko'chada qolib ketishga ham chidashi mumkin. Haqoratlarga ham chidashi mumkin. Yo'qchilik, pulsizlik, qiyinchilik, lekin qadrsizlikka hech bir inson chiday olmaydi. Er ham, xotin ham qadri bir pul bo'lgan joydan juda tezda ketadi. Meni sevmagani uchun ketdim, yo'qchilik uchun ketdim deydi. Aslida ular sabab va bahona. U qadr topmaganligi uchun u yerdan ketgan bo'ladi. Qiz uzatgan odam qiz tomon deydi, bir pog'ona past turish kerak deydi. Bekorlarni yebsan. Dunyoda necha son bo'lsa, kvankrilliard degan son bo'lsa, agar o'shani yeb tursa. O'g'il o'stirgan odam bir pog'ona past bo'lish kerak. Men o'zim kelin qilganman, lekin men bir pog'ona past bo'lishim kerak. Nimaga? Meni o'g'lim, meni qudalarimga nima qilib beryapti? To'y hasham bir katta tadbiri yoki bo'lmasa o'sha ayolini uyga olib tashlaganda birro ko'rinib qo'yadi. 4 ta nom bilan. To'g'rimi? U qizini berdi. Qaynatasini kiyimlari bormi, qaynonasini kiyimlari bormi? O'sha uyda turadigan kichkina bola, qaynisi, eriniki hamma kiyimini yuvib, dazmollab, o'ylanib pokiza asrab, hamma yo'ni artib, surtib, sizlarga qaragan, boshqa qilgan, hamma yo'ni saramjon, sarishta sizlab boshqa qilib, yana orada qaynonadan arzimagan. Xursand bo'lishni istaysizmi? Har orqangizdan gapirganga quloq solmang. Har so'z berganni so'zda turadi deb o'ylamang. Har tanishgan insoningizni o'zingiz kabi bilmang. Baxtsiz qilganni emas, huzur berganni yonida qoling. Sizni yoqtirmaganlarga tabassum qiling va yo'lingizda davom eting. Boshingizga kelgan yomonliklar uchun sabr, ne'matlar uchun shukr qiling. Har bir narsani Allohdan va qilgan amallaringizdan deb biling. Insonlardan hech narsa kutmang. Olishdan ko'ra berishni ko'proq yaxshi ko'ring. Pokiza qalbingizda insonlarga nisbatan nafrat va xafagarchilik saqlamang. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyo o'tkinchi ekanligini va bir kun hammasi tugashligini unutmang.